Alo, assalomu alaykum. Aka, men subota kuni Siz qo'tirimiz. Otajoningiz kim? Dilmurod, Qayerda aytsangiz? Dilmurod Familiyangiz? Quronboyev. Quronboyev Dilmurod, ha? Ha. Avval qanday bo'ldi? Qayoqdan chalib o'tasiz? Men Qashqar Qarasuv rayoni Qashqar qishloq ayol hukumatiman. Aha. Avval qanday bo'lib o'tasiz? Men nima kuni subota kuni JD stansiyadan gum pomosh berganlar o'sh ishchilariga. Gum pomoshni olib, обратно qaytayotganda soat 3:04da. Qashqar qishloq ayoliga kirib kelishimda tam soldatlar to'xtatdi, dokumentlarni tekshirib turib, anam bir soldat chekiga chaqirib turib, короче, dokumentlarimni shimim cho'ntagiga, pastki cho'ntagiga soldi. Solib turib, sizlar nima sartlar militserlar so'yganim sizlar ekansizlar, оружиялар ham sizlar ekan dedi. Aka, biz bu yerda dehqonchilik, bu yerda onda оружие hech kimda hech bala yo'q aka. Desem, короче, ukam sen bor, bir оружие topib kelaysan Qashqar qishloqdan. Mashinani обратно обмен qilib olamiz. Sen оружие berasың, men mashinamni berayim sana. Davay yo'q oldi, avtomat bilan bir turtib urib haydab soldi. Mashinamni ichida produktlarni minib ketdi. O'sha borar mashinamdagi yo'q, soldat o'sha o'zidagi yo'q. U ichida 2 qop un, masla, makaron, chay, barliq narsa bor edi. O'sha o'ydan ular yo'q. Endi mashinada yurishdi. Ular hali BTR avtobus bilan yurishgan. BTR avtobusi? Qashqar qishloqda soat 3:04da. Ashi baravar mana mashinamdagi yo'q, o'zidagi yo'q. Mashinani bir-ikki bolalar ko'rdi, nomerini chiqarib solib, o'zlari minib yurgan. Hozir men dokument, гражданский pasport, водительский удостоверение, рабочий удостоверение, barliq dokumentlarim olgan. Hozir stabilniy ishga chaqirsa men chiqa olmayman. Qashqar qishloqdan tashqariga chiqa olmayman. O'zim o'sha stansiyada ishlayapman. O'sha stansiyada? Hozir chiqa olmayman tashqariga. Hozir nima qilishni bilmayapman. Hozir men dokumentimdagi yo'q, hozir hech kim bo'lib qolmadi.